Assalomu alaykum, hurmatli Norin Chorva o'z obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana bunday naslli semental buqa ishqibozlari. Bugun biz video obzorimizni Namangan viloyati Norin tumani Tegirmonboshi mahallasidan joylashgan dehqon akamizni xonadonidan video obzor tayyorlayapmiz. Sotuvda shu bitta rossiyskiy semental buqamiz sotuvga chiqyapti. Mana bo'ylari 1.20, yeb ichishi, oyoq qo'lini sog'lomligi, hamma yo'g'i ishonarli joydan izlagan ukalarimizga mana yaxshi variant. Bu semental, rossiyskiy semental mana olib tayyor, mana 5-6 oy baqib bo'rdog'iga baqish uchun tayyor bu holatda mana yeb ichib turgan, mana sog'lom, gardani uzun, mana yelkalari ham yo'g'on variantidan mana. Gardanni ham ko'ryapsizlar, juda ham gazi uzun. Uzun narsa bilasizlar, ertaga taroziga ham yaxshi keladi. Mana bo'yindor, yog'siz bo'lib semiradigan yaxshi variantidan. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu ishonarli joydan, sababi bu o'zimni akamni xonadonida boqilayotgan semental buqacha. Mana shu buqani sotuvga chiqaryapmiz. Bo'ylari 1.20, mana yeb ichishini ko'rib turibsizlar. Sog'lom, tayyor yeb ichib turgan, 1 kilo 1,5 kilo yem yeb turgan. Uji olib tayyor shunday boquvga tashlab yuboradigan variantidan. Mana sog'lom. Bu akalar rossiyskiy semental. Greenford emas, boshqa emas. 100% rossiyskiy semental. Mana bu 100% rossiyskiy semental. Sababi biz o'zimiz ham Rossiyadan kelganda o'zimiz borib ko'rib, tanlab olib kelganmiz. Bular bilasizlar, bu go'shtdor juda ham sentnerni yaxshi beradigan novas bo'ladi. Bu Rossiyaning sementallari, masalan, Rossiyaning hamma buqasi ham go'shtni foizini zo'r beryapti. Chunki yerga yaqin, juda ham haligi bo'yi o'sib ketmaydi, yerga yaqinroq bo'lib, eniga yo'g'on, gardani uzun, juda ham sentner yaxshi beradigan buqa bo'layotgani uchun shuni olib kelib boquvga tashlagandik o'zimiz kichkinaligida. Mana endi zaruratdan sotuvga chiqaryapmiz buni. Agar obunachilarimiz bo'lsa, kamko'sni qilib kelishtirib beramiz mana. Narxiga kelsak, 33 million so'm kami bor. Mana ko'rib turibsizlar, sementalni yangi tug'ilgani ham palon pul bo'lyapti. Endi uni qanchaligini aytish kerak, o'zingizlar hammalarni ko'rib bilib turibsizlar. 33 million so'm kami bor. Bu yoshiga yetgan, tayyor yeb ichib turgan, bo'ylari 1.20 holatida mana. Narxini bemalol hamma joyga solishtirib, bozorlarga ham, mana bozorlarni ham chiqaryapmiz, ko'ryapsizlar, YouTube'da ham ko'ryapsizlar, mana hammasini narx-navosini surishtirib, bemalol ko'rib, mana ustiga kelib gaplashib olsanglar yana ham yaxshi bo'ladi mana. Baribir ko'z bilan ko'rgan boshqa. Mana 33 million so'm kami bor. Sababi maqsad sotish bo'lgani uchun baland aytib bir anaqa qilish keragi yo'q. Mana kimgadir sifati, narxi yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, bemalol lokatsiya tashlab beriladi. Ustiga kelib ko'rib, gaplashib olishinglar mumkin bo'ladi mana. Sifati yaxshi, sog'lom, yeb ichib turgan, o'ynab turgan holatida mana. Rossiyskiy semental. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib savdosini qilib olishinglar mumkin. Dastavkasiga kelsak, kelishib qolsak, dastavkasiga mashina topib beramiz. O'zimizda texnika yo'q. Shuning uchun dastavkaga mashina topib, yag'ini telefon qilsanglar gaplashamiz. Mana. Kanalimizga yangilar obuna bo'lib, bittadan like bosishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa yaxshi nasldor buqalar, xunojinlar chiqsa, birinchilardan bo'lib ko'rish baxtiga ega bo'lasizlar. Buni ortidan mana novoz buqa olaman desanglar, birinchilardan bo'lib ko'rganlaring uchun mana sotilib ketib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Birinchi telefon qilib olishinglar mumkin bo'ladi. Mana hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.